Mana azizlar, 25-mart kuni ekilgan, mana shu buyog'i 25-mart kuni ekilgan ramanolarimiz hozirgi kunda shu holatda bir marta kichkina tishi chop qilingan. Mana bu buyog'i 23 ekilgan bo'lsa, buyog'i 25 ekilgan. Bu yog'i yana 2-3-4 kundan keyin nariyolar ham ekilgan. U yoqlar ham ancha aniq qoldi. U yoqlarni ham bir marta tishi chop qilindi. Mana shu o'rta radda ozgina ko'chat nozik bo'lgan. Buni qilib xatolikroq bo'lib qopti. Qolganlari nariyolar to'liq. Hamma yoq yaxshi. Xo'sh, bu yoqqa hali bir marta ham bunaqa kapilnisini ozuqa berganimiz yo'q. Ikki marta shiraga ishlov berdik. Sabab ko'p ham sug'arganimiz yo'q. Sababi hozir nariyog'imizda bisidra ramanalarimiz yetilgan, pishgan, o'sib yotibdi, klientlar uspet qilmayapti. O'shaniga bunga yana ortiqcha dori ishlatib rasxod qilgandan ko'ra dori bermay qo'yamiz, ozuqa ham shu yerda bori bilan bo'laversin degan ma'noda. Bunga hozircha ozuqa bermadik ham hozir boshqa nimalar ham. Faqat orada kam suv ichib turibdi. Agar suv ham ko'paytirib olsak, u ham bo'lmaydi. Shuning uchun azroq sug'orib turibmiz. Bu ramano ko'p sotilmaydi. O'shaning uchun ochiqcha ko'p bo'lib ketsa, ko'pi uvol bo'lib qolib ketib qoladi. O'shanga bularga hozir mana ishlovlarni sal kamaytirib turibmiz. Agarda bularga ozuqasini berib, buqa qilib boqqanimizda, bular hozir mana 1 oylik holatda bundan ham katta bo'lib ketgan bo'lardi. Bundan ham hozir 1 oy bo'libdi-da, 1 oydan sal oshibdi. O'sham bunaqa bo'lib ketgan bo'lar edi. Shunaqa qilib, shunaqa gaplar dalamizda. Mana keyinlarimiz ham sekin ko'rinib qoldi. Shu salatlar mana birpasda ko'rinib qoladi. Hademay mana hozir bugun 29-mi? 29 bo'lsa, bir haftadan keyin ko'rsatsa, mana shu pulni aniq bo'ladi-da, xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Mana bular ranglari ham sal ocharibroq turibdi. Endi ozgina oziqa berib yuboramiz. Azotni. Usul klientlarga ham unaqa bo'lsin, mayli rangi kelib nima qilsin. Prosta buni hozir juda bir baqvat qilib boqib olsak ham bo'lmaydi-da. Baqvat bo'lib ketsa, ortiqcha dori rasxod o'sib ketadi. O'shaning uchun hozir ko'payib ketdi-da. O'shaning uchun hozir bularni boqmay turamiz endi. Ozginadan aldab turamiz, deydi-yu. Shunaqa gaplar. Mana shunaqa joyi kelsa, mana shunaqa nimalari ham bo'ladi-da, shunaqa. Sekinlashtirib ham turish kerak. Taqir-puqur. Endi sotilmagandan keyin uni ortiqcha rasxod qilish nima keragi bor, to'g'rimi, azizlar? Bu salatlarimiz mana, qo'l bola salatlar. Bular ham mana ancha ko'zi ko'rinib qoldi mana.